Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Taraqqiyot mahallasida 6 sotix hovlimiz sotuvga chiqqan. Daryoni bo'yi, yo'dan ariq, kuzgi kunida shunaqa suv oqib turibdi. Yo'da mana zaxvat yerlari, ariqdan 5-6 metr zaxvat yerlari sizlarga qoladi. Bu tekis joy, salqingina. Uy egalari o'zini xonadonidan yarmini ajratib berishyapti. 6 sotix, fasad qismi 20 ga 30. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga 3 kilometr joyda turibdi. Yangi O'zbekiston bog'iga 8-9 kilometr joyda. Gaz, svet, suv, hamma kommunikatsiya xizmatlari o'tgan. 3 xonali vremyankalar ham bor. Yangidan qo'shgan ekan vremyankasini. Mana shu uy burchagidan o'sha tomonga fasad 20 ga 30. Hozir ichlarini ko'ramiz. Bu yerda 2 xona remont endi bo'lyapti. Pechkalarni o'qib qo'shgan. Bu xonamiz yashashga tayyor. Yangi remont. Bu yerda kladovka, bu yerda podval. Bu yerda tandirxona, o'choq. Shunaqangi havosi toza, zo'r joylar. E'tibor beringlar egalari, shu 6 sotig'iga umumiy 6 sotig' olgan odamga 9 mingdan beramiz deyishyapti. Kimgadir kichikroq yer kerak bo'lsa 4 sotig'ini ham sotar ekan. 4 sotig'i narxi 10 ming dollardan. Bu bo'lish narxi, bo'ladigan narxini aytishyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Kelib, ko'rib, yoqsa baraka qilishingiz mumkin.